Assalomu alaykum. Aviasurxon aviakassadan bilet oldim. Ishonchli, yaxshi, hammaga tavsiya qilaman. Mana yaxshi joylarni, oynani yonida joylar qilib berishdi. Men ketyapmiz, xudo xolasa hammaga tavsiya qilaman. Rahmat aviakassa Aviasurxonga. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, video boshida bugun 2-oktyabr asosida aeroport polkoni ushbu videoni sizlarga taqdim etib o'taman. Hozir mana ko'rib o'qib biletlaringiz bir vaqtning o'zida Sankt-Peterburg Toshkent qanot sharq O'zbekiston havo yo'llari Sankt-Peterburg Toshkent hamda yana O'zbekiston havo yo'llarining ikkinchi reysida Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishida reyslarga registratsiya jarayonlari mana bir vaqtning o'zida mana registratsiya jarayonlari davom etmoqda hamda orqa tarafdan esa Sankt-Peterburg Samarqand Centrum Air aviakompaniyasining reyslarida registratsiya jarayonlari mana hademay qisqa vaqtlar ichida boshlanadi. Hurmatli aziz qadrli vatandoshlar, nasib xudolasini ko'rib o'qib bilasizlar. Har doim reysga har kuni emas ishlar. Endi o'zimiz shu aeroport polkovida passajirlarimizni kutib olib kuzatib qo'yish tarzida davom etamiz. Bemalol ushbu videoni ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bizlardan biletlarni xarid qilib olaverasizlar. Nasib xudolasa o'zimiz shu nasib xudolasa mana shu passajirlar uchib ketayotgan shu passajirlar singari nasib xudolasa sizlar ham sog' salomat manzillaringizga yetib borasizlar aziz vatandoshlar. Aloqaga chiqaverasizlar.